Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bu xohlasa mana o'rtada regillarimizga apalifkalar yasab o'rnatilyapti. Ko'rishlar ham mumkin. Xudo xohlasa bir sulu yana quyilsa bo'ldi shu bilan. Qurigandan keyin piltalarimizni tashlab ikkinchi etajini davom ettiramiz xudo xohlasa. Bugun videolarimda aytganman, mana armatura mana shu ustundan narigi tarafgacha butun tushgan. Armaturalarda umuman o'rtasida ular bo'lmaydi. 25 lik armatura tashlayapmiz regillarimizga. Ularni o'sha mana shu birinchi etaj podvaldan tepadagisiga qilsa bo'ladi. Uni birinchisiga iloji boricha ular qilmaslik kerak. Tavsiya qilaman. Xudo xohlasa o'sha xizmatlar zarur bo'lsa, to'g'rashinglar.